Kech kelgan baxt ham baxtdir. Ba'zan atrofingdagilar baxtini topib bo'lgandek tuyuladi. Kimdir oilali, kimdir farzandli, kimdir orzularga yetgan. Sen esa jim turib, nega meniki kechikyapti deb o'ylaysan. Lekin unutma, har bir gul bir vaqtda ochilmaydi. Quyosh ham har derazaga bir vaqtda tushmaydi. Shunday ekan, sening baxting ham kechikayotgandek ko'rinsa ham, balki u aynan sen tayyor bo'ladigan kun uchun saqlanayotgandir. Kech kelgan baxtning qadri boshqacha bo'ladi. U seni sindirish uchun emas, sabrni o'rgatish uchun kechikadi. Bir kun ortingga qarab, bugungi ko'z yoshlaringni eslaysan va shunda Alloh meni bekorga kuttirmabdi deysan. Shuning uchun bugun umidingni yo'qotma. Balki sen kutayotgan baxt ham seni izlab kelayotgandir. Chunki Allohning bergani kechikishi mumkin, ammo eng go'zal vaqtda keladi.